Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek do'stlar. Bugun haftaning payshanba kuni 24-aprel sanasi bilan do'stlar biz Namangan mashina bozoridamiz do'stlar. Ko'rib turibsizlar. Matiz qatoridamiz. Qo'ldan kelgancha Matiz narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Ko'pchilik variantga boshiga ozroq berib qolganini o'zini puliga bo'lib to'lashlariga so'raganda, xuddi shunaqalardan xudo xolasa chiqarishga harakat qilamiz. Egalaridan bo'ladi do'stlar video. Albatta video boshidan bir donadan like ayamasdan bosib qo'yasizlar. Kanalga esa obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin do'stlar. Bo'lmasa mana shu Matizimizdan boshlaymiz. Bir boshdan ketaveramiz. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Yili necha aka buni? 2004. 2004-yil ishlab chiqarilgan Max'a bu. 3 tali Max. Ichkari salonlarni bitta ko'rsatib qo'yamiz. Aka, buni qanaqa xarajatlar bu? Motor qilingan, 1 oy oldin qilingan. Motorlar qilingan, ha? Motor yangi. Yurishda muammo yo'qmi aka? Yurishda muammo yo'q. Balonlari akalar o'zinglar uchun almashtirib olsa ham bo'ladi, bo'lmasa yurib tursa ham bo'ladi. Kraskalari qanday aka? Kraskasi Usti asfalt bo'lgan. Suyaklari butun, ha? sizlar polni stoykalar radnoy. Stoykalari radnoy. Narxi qancha aka buni endi? $2000 beramizda. $2000. $1000 puli borgan variant. Naqd bo'lsa 2000 dan tushib berasizmi aka? Naqd bo'lsa $2000 dan tushib beriladigan joylari bor akalar. Xudo xolasa yurish turishda kamchiligi yo'q deyapti. O'zinglar yana bir qator ko'rib olaverasizlar. 2000 dan kamini qilib beramiz. $1000 puli borga gaplashaveramiz, qolganini ham bo'lib to'lashga deyshab. Telefon nomeri qoldiramiz aka. Qaysi nomer qoldiramiz? 99 lik 304 0334 raqamiga aloqaga chiqasiz akalar. Mana shu yerda ko'rsatib o'tdik. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib gaplashib olaverasiz aka, charchamang. Akalar, davom etamiz Matiz qatoridan. Arzonman. Sizdanmi aka bu? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? 2011 ekan-a? Yurgani qancha edi aka? Yurgani 640. 640 ming yurgan ekan. Gap yo'q. Yurganiga qaraganda sostenasi yomon emas. Aka, buni qanaqa ishlari bor? Ishi yo'q, motor korobkalar. Kamchilik yo'qmi yurish turishda? Rasxotlari yo'q, xudo xolasa. Balonlari yaxshi holatda turibdi akalar. Ichkari salon qismlarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Matiz Prostoydan so'raganlar. Gaz bor aka buni? Gazlari bor, mana motorlarni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz akalar. Temir metan gazlari bor, 65 talik. Kraskasi qanday aka buni? Kraska qaymoq oq sepgan. Qaymoq rangi oq sepilgan, ha? Gap yo'q. Narxi qancha endi aka buni? 2,5 ozgina ish beraman. 2500 kami bor. Akalar, $2500 kamini qilib beramiz deyapti. Aka, naqd variant qanaqa yo'llardi? Bozor kelishib Kelishiladi, ha? Boshiga 1000 puli borlarga ham gaplashsa bo'ladimi aka? 1 oy yarim oy. 1 oy 2 oylarga gaplashsa ham bo'laveradi. Agar naqdga bo'lsa $2500 dan chiroyli qilib tushib beramiz deyapti. Telefon nomerlarini qoldiramiz, qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomeri ayting do'st. 50lik 883 0881 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Bo'l. Mana akalar. Shu yerda telefon nomerlari ham yozilgan. Bemalol aloqaga chiqasa $2500 dan tushib beriladigan joylari bor. Biz har doim akalar Toshkent Sergeli mashina bozoridan Matizdan chiqarardik. Hammasi qimmat deyishdi. Rostdan ham qimmat, lekin bu yerda arzonlari juda ham ko'p. O'shaning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Aka, best kimdan ekan best? Yili necha aka buni? 2008 yurganichi? 250 ming yurgan. O'ziniki halol, ha? Halol. O'ziniki halol akalar. Ichkari salon qismlarini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Magnitofonlar bor, chexol polikdan yaxshisidan taqilgan. Yangi motor bo'lgan. Gaz bor-a buni? Bor gaz. Gazlari bor. Yangi motor qilib chiqqanmiz. Ishi yo'q, xudo xolasa deyapti. 5 so'ragan akalarimizga. Kraskasi qanday aka buni? Kraskasi oldi kriloda, orqa kriloda ozgina yuzaki. Oldi, arqa krilosida yuzaki bo'lgan. Kraskasi Ichiga o'tmagan 100%. Yo'q. Bemalol tekshirtirib olaverasiz akalar. Narxi qancha aka? 3200. 3200 Kami bor. kami bor. Naqd bo'lsa qanchaga beraverasiz aka? Shunga qarab aloqaga chiqishadi. Kelishamiz. Tepasida gaplashiladi, ha?
$3200 akalar, xudo xolasa yana narxdan tushib beramiz deyishyapti. Variant yo'li yo'qmi aka bunga? Faqat naqdga. Telefon nomeri aytib qo'ying. 93lik 93lik 503 503 86. 86 raqamiga aloqaga chiqasiz akalar. Bestda arzonroq variantdan olaman degan akalarimiz bo'lsa. Xo'p, yana davom etamiz akalar. Matiz qatoridan xudo xolasa arzonlardan chiqaramiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Layklarni ayamasdan bosib qo'yaverasizlar. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Narx qancha aka? 3000 yilichi? 2008 $3000 ga. Davom etamiz akalar. Aka, yili nechi buni? 2013-yil. Akalar, Matiz Besta bu. Eurosi 4 ta oynalari elektronligidan do'stlar 207 ming probeg yo'l bosgan. Mashinani ichkari salon qismlariga e'tibor berib qo'yasiz. Chexol poliklari yaxshisidan qo'yilgan. Mashinaning balon holatlari yaxshi holatda turibdi ekan. Mashina benzinda akalar. Agar mana benzinda emas, propani bor ekan. Tabletka propan gazlari uстановka qilingan. Sotilmami aka hali bu? Puli $4000. $4000 tushib beriladigan joylari bor. Variant yo'li qanaqa bo'ladi aka bu? Ama variantga bir mashina soatdan mashina olmayman, o'zini bilmayman. Faqat naqdga? Variantga ham beraveramiz. Boshiga qancha puli bor aka? 1,5 ming puli borgan. Akalar, 1,5 ming puli borlarga qolganini variantga ham gaplashaveramiz deyapti. Telefon nomerlarini olib beraman. Narxi 4000 deyapti. Naqdga bo'lsa chiroyli qilib o'tib beriladigan joylari bor. Telefon nomeri aytib qo'ying aka. 77lik 020 3393 raqamiga aloqaga chiqasizlar akalar. Matiz yaxshi, Lazvik avto. Xo'p akalar, biz davom etamiz. Matiz qatoridan. Aka, sizdanmi bu? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yili nechida aka? 2013 avtomat. Zavodskiy avtomatmi aka bu? Ko'rsatib qo'ying. Mana gara zavodskiy avtomat 256 ming probegda ekan. Kraskalari-chi aka? Kraskasi mayda-chuyda. Mayda-chuyda chaqa-chuqalariga bor, gap yo'q. Strashni udarlari yo'q, kraskalar. Narxchi aka buni? 4000. 4000. Yazbo. Hali bozor qilmadi-a? Bozor qilmadi. 4000 dan tushib beriladigan joylari bor, gazlari bor, tayyordan akalar. Variant yo'li bormi yo'q aka bunga? Naqdga. Telefon nomeri aytib qo'ying. 91lik 281 58 00 58 00 raqamiga aloqaga chiqasiz akalar. 4000 dan tushib beramiz deyishyapti. Mashina avtomat, ko'rib turibsizlar. Tayyor metan gazlari bor ekan. Qiziqqanlar aloqaga chiqib qolgan to'liq ma'lumotlarni egalarini o'zidan olaverasizlar akalar. Navbatdagi bestimizni ko'rsatib o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Yili necha aka buni? 2015 a? Yurganichi? 290 ming o'zini halol-a? O'zidekimi yo tirikchilikmi aka bu? Tirikchilikda, gap yo'q. Kraskalari? Kraskashi eshitma, krilda ozgina bor. O'ng taraf kriloda ozroq joyda bor. Qolgan joylar toza. Yurishda kamchilik yo'q. Benzin Narxchi aka? 4000 dan tushib beradi. 4000 dan tushib berasiz-a? Faqat naqdmi yo variant yo'llari ham bormi aka bunga? Yo'q, naqdga. Naqdga? 2000 puli borga chiqaveradi aka. 2000 puli borga ham gaplashsa bo'ladi. Telefon nomerini aytib qo'yasizmi aka? 93lik 93lik 325 325 0588. 0588 raqamiga aloqaga chiqasiz akalar. Bestda qaymoq rangidan, xudo xolasa xarajatlari yo'qdan 4000 dan tushib beramiz deyishyapti. Agar 2000 puli borlarga ham gaplashaveramiz. Muammo yo'q degan.
Motor holatlarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Ideal holatda turibdi ekan akalar. Chiroyli qilib bozorga olib chiqishdi. Kimdan aka bu? Sizdanmi? Yili necha aka buni? 2004-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalari aka? Albatta. U yoq bu yoqda bor. Yurishda kamchilik yo'q aka? Yo'q. Yurishlarda kamchiligi yo'q. Ichkari salon qismlariga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Chexol poliklari qo'yilgan. Gazi bor aka buni? Propan gazlari bor. Narxchi aka? 2700. 2700. Hali bozor qilmadimi? Yo'q. Hali bozor qilmadi akalar. 2700 dan tushib beriladigan joylari bor, ha. Faqat narxni yo variant o'ylayman. Boshiga qancha aka? 1000 bo'lsa chiqarmi aka? Xudo xolisa do'stlar, $1000 pul borlar ham gaplashaverasizlar. Telefon nomerini olib beramiz, o'zingizlar bemalol to'liq ma'lumotni olasizlar. Telefon nomerini aytib qo'ying aka. Matiz Mix so'ragan akalarimizga. 97lik 372 8772 raqamiga aloqaga chiqasiz akalar. $2700 tushib beriladigan joylari bor. Propan gazlari bilan tayyor akalar. Kimdan ekan bu Matiz akalar? Sizdanmi? Yili necha aka? 2012. Yurganichi? 470 ming ya. O'ziniki halol. Xudo xolisa halol. 12. Metan 3700 aka. metan gazlari uстановka qilingan 4 talik 5 so'ragan akalarimizga. Hali bozor narx qildimi yo'qmi aka? 3200 ga bermadi. 3200 ga bermadingiz, ha? Tepasiga gaplashsa bo'ladimi? Qolsa gaplashamiz aka. Tepasiga gaplashsa bo'ladi, gap yo'q. Naqd variant yo'llari-chi aka? Yo'q, faqat naqdga. Faqat naqdga. Bestda do'stlar, yaxshiroq variantdan so'ragan akalarimizga xuddi shunaqasidan ichkari salonlarni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Chexol poliklari bor. Gazlari bor, tayyor. $3200 dan tepasiga yurganga beramiz deyapti. Telefon nomerlarini olib beramiz. Aka telefon nomeri aytib qo'ying. 94lik 503 20 05 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 3200 ga berilmagan akalar, tepasiga xudo xolasa gaplashib, savdolashib olaverasizlar. Xo'p, bo'lmasa do'stlar bu qatorga o'tib olamiz. Matiz qatoridan bunisidan davom etib ketaveramiz akalar. Assalomu alaykum. Aka, sizniki qaysi mashina? Yili necha aka buni? 2010. 2010 a? Yurgani qancha? Yurgani 400 ming aka. 400 mingga yaqin. Kraskalari aka buni? Kraskasi bor, Kraskalari bor, tekshirtirib oladi, ha? Kraskalari bor, bemalol tekshirtirib olaverasiz. Yurishda kamchilik yo'q aka? Yurishda kamchilik yo'q. Temir gazi bor. Metan aka gaz? Metan gazlari uстановka qilingan. Ichkarisini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Keyin do'stlar narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Mana. Salon holatlari yomon emas, chexol poliklar tashlangan, barlarigacha qo'yilgan. Narxi qanday aka buni? 2800 da 2 yarimga beramiz. 2800 aytayotdingiz, 2500 bo'lsa berasiz, ha? Beramiz. Faqat naqdgami yo varianti ham bor? Variant ham qilaveramiz. Boshiga qancha bo'lsa aka? 1000 ming bo'lsa qilaveramiz. Boshiga 1000-1,5 ming puli borgan variantga ham gaplashaveramiz qolganini. Naqd bo'lsa tushib berasiz. Telefon nomeri aytib qo'yasizmi? 94lik 716 716 0777 raqamiga aloqaga chiqasiz akalar. Arzonroq 5 so'ragan akalarimizga xuddi shunaqa variantidan. Og'a sizdanmi? Yili necha edi? 2018 yili baland ekan-a buni. Oxirgi chiqqan bestlardan akalar. Ichkari salonlarni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Oppa, tablosini ham ko'rib olamiz. 127 ming probek yo'l bosgan chexol poliklari tashlangan. Gazi bormi to'g'rimi? Benzinda. Mashina benzinda. O'zidikimi yo tirikchiligimi? O'zidik, ha? Gap yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz? 4500 kami bor. Faqat naqdmi yo variant yo'li ham bor? Gaplashamiz, ha? Boshiga bir 2000 pul borgan, gaplashsa bo'ladimi? Gap yo'q. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 94lik 94lik
811 11 31 raqamiga aloqaga chiqasiz akalar. 4,5 mingdan tushib beramiz deyshar. 2018 xuddi shunaqa Matizlarni Sergeli mashina bozorida akalar o'zimiz obzorini qilib chiqarganmiz. 5,5 mingdan kamiga yo'q. O'shaning uchun do'stlar bemalol o'zingizlar egalari bilan gaplashib, yana narxidan tushib olsalaringiz zo'r narx bo'lgan. Xudo xolasa akalar kimdir bosib oladigan joyi. Kimdan ekan akalar bu? Egasi yo'qmi? Biz davom etamiz akalar. Matiz qatoridamiz. Aka yili nechi buni? 2004 yurganichi? 560 yurgan. Narxchi aka? 2800 kam bor. Naqd variant qanaqa yo'ladi? Faqat naqdga 2800 akalar. 2004-yil 2800 dollar kami bor. Telefon nomerlarini olib beramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Metan gazlar uстановка qilingan ekan. Mashinani 4 ta yaxshi balonlari bor. Aka telefon nomeri aytib o'rasizmi aka? 88lik 701 1202. Motor xatoylari qilingan. Ishi yo'q, hech qanaqa ishi yo'q. 2700 dan dedingizmi? 2008 dan. 2008 dan tushib berasiz. Gap yo'q. Kelar hech qanaqa ishi yo'q. Motor xatoylari qilingan 2800 dollardan yana tushib beramiz deyshar. Telefon nomerlarini olib berdik. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib gaplashib olaverasizlar. Matiz qatoridan do'stlar, yana oxirlashib qoldik. Bir qator aylanib keldik. Aka yili nechi buni? Assalomu alaykum. 2008 yurganichi? 410 ming yurgan. Narxi nechi pul aka endi? 3 mingdan o'tib berasiz. Kraskasini so'rayapman. Tomdan past sepilgan 3 ming dollardan o'tib beramiz deyishyapti akalar. Xudo xolasa yurish turishda muammo yo'q. Mashina motor holatlari, mashina temir metan gazda qo'yilgan. 4 ta yangi balonlari bor, 2 ta oldi yangi, orqalari ham yomon emas. Aka telefon nomerini aytib qo'yasizmi? 94lik 502 85 82 raqamiga aloqaga chiqasiz akalar. 3000 dollardan tushib beriladigan joylari bor. Yili necha tog'a buni? 2008. Yurganichi? 200 ming. 200 mingdan oshgan-a? 200 mingdan oshgan. Motor holatlari akalar metan gazlar uстановка qilingan. Ichkarisida ham bitta ko'rsatib qo'yamiz-a? Chexol poliklari tashlangan, yaxshi holatda akalar. Gap yo'q. 3 talik mix so'ragan akalarimizga mashinani yondan, arqadan ko'rinishi. Kraskalari qanday tog'a buni? Tomdan pastida kraskasi bor. Suyagi butunmi aka? Suyaklari butun akalar, yurish turishda muammo yo'q. Narxi nechi pul aka? Narxi 2700. 2700. Hali bozorda savdo qildimi, yo'qmi? Mana endi hozir chiqdi. Endi xudo xolasa 2700 dollar yana narxidan tushib beriladigan joylari bor. Faqat naqdgami yo variant yo'lam bor? Naqdga. Telefon nomerini aytib qo'ying. 90lik 261 9802 raqamiga aloqaga chiqasiz akalar. 2700 dollardan yana tushib beriladigan joylari bor. Aka yili nechi buni? 2004. Bu rangi sepilganmi yo radno shunaqami aka bu? O'zini rangidan asfijit qilingan. Yurishlarda muammo yo'qmi aka buni? Yo'q. Yurishda muammo yo'q. Mashina gazdami, benzindami? Yo'q, gazi bor. Gazi bor. Gap yo'q. Narxi nechi pul aka endi buni? Narxi. Kelishaveramiz, 2,5 deyapmiz. 2,5 kami bor. Naqdmi yo variant yo'llari ham bormi aka bunga? O'zi 12-13 millioncha krediti bor. Aha. Ya, kelishaveramiz. Qolganini kelishaverasiz. Nima emas. Mashina dokumentlarida muammo yo'q.
puli. Shunda bir 15 million pul borga ham gaplashaverasiz, qolganini. Gapi. Telefon nomerini aytib qo'ysa. Nima? 93lik. 93lik 140 70. 140-70 raqamiga aloqaga chiqasiz akalar. 2,5 mingdan naqd bo'lsa, yana tushib beramiz, chiroyli qilib deyishyapti. Qiziqqanlar bemalol egalarning o'zi bilan gaplashib olaverasizlar.